Ushbu avtomobil brendining tarixi 3 ta asosiy narsadan boshlangan. Investorlardan 89 marotaba rad javobi, umuman muvaffaqiyatsiz bo'lgan birinchi ishlab chiqarilgan avtomobil va avtomobil sohasida unchalik ham ko'p tushunchaga ega bo'lmagan asoschi. Natijada esa Xitoy bo'ylab eng yirik elektromobillar ishlab chiqaradigan startaplardan biri va butun dunyo tanigan brend. Siz bu brendni juda ham yaxshi taniysiz. Uning nomi esa Leapmotor va aynan C11 modeli. Ushbu modelni to'liq ko'rib chiqishdan oldin men sizlarga uni tarixi haqida gapirib bermoqchiman. ...2015-yilda Xitoyning Hanzhou shahrida Leapmotor Technology kompaniyasi ro'yxatdan o'tadi. Fu Lucian va Zhu Tianmin ismli ikki do'st kompaniyaga asos solishgan. Ammo brendni ko'tarilishiga eng katta hissani video registrator va kuzatuv kameralarini ishlab chiqaruvchi yirik kompaniya Dahua Technology qo'shgan. Bu kompaniyani ham asoschilari ushbu ikki do'stlar. 89 yuan kapitalga egan kompaniyadan ketib, Zhu Tianmin o'zi yaxshi tushunmasa-da, elektromobillar ishlab chiqarishni boshladi. 2020-yil Leapmotorning birinchi S01 deb nomlangan sport elektromobili taqdim etildi. Ommaviy shikoyatlar, har bir sotilayotgan mashinadan zarar va 3 yil shunchaki katta miqdorda to'langan ishchilarning oyliklari ham kompaniyani inqirozga uchrata olmadi. Aynan shu yerda Dahua Technology Dahua pul bilan yordam berib, kompaniyani saqlab qoldi. Hozircha Xitoyda juda ko'p sotiladigan T01 modeli, butun dunyo bozorida sotiladigan C01, C10, C16 va mana bu avtomobil, ya'ni C11 modellari Leapmotor kompaniyasidan chiqadi. Hozir Leapmotor nafaqat byudjet segment, balki o'zining yangi D19 modeli bilan premiumni ham egallamoqchi. Aslini olganda Leapmotor C11 O'zbekiston uchun yangi avtomobil emas, lekin men bugun sizlar bilan aynan yangilangan, ya'ni restyling versiyani nimalar o'zgarganini birgalikda ko'rib chiqmoqchiman va an'anaga sodiq avtomobilni narxidan boshlaymiz. Ushbu avtomobilimiz O'zbekistonda rasmiy dilerlar tomonidan elektr yoki gibrid versiyada sotuvda mavjud va uni narxlari 370 million so'mdan boshlanadi. Ushbu avtomobil bo'lsa eng to'liq gibrid versiya. Uning narxi 400 million so'm. 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha bo'lgan masofa va eng asosiysi hisob ma'lumotnoma, ya'ni shot spravka asosida xarid qilasiz. Bu narsa sizga avtomobilni rasmiylashtirishga 1-2 kun vaqtingizni emas, balki 1-2 soat ichida ishingizni bitirishga yordam beradi. Texnik sozlamalarga to'xtalib o'tamiz. C11 ni harakatda orqa tarafga o'rnatilgan 272 ta ot kuchiga ega bo'lgan elektr dvigatel keltiradi. Kapot ostidagi 1,5 litr hajmli dvigatel esa faqatgina bu yerdagi batareyani quvvatlaydi. Batareyasi Cattle kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 41,7 kWh hajmga ega. To'liq batareya bilan avtomobil 300 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Bu esa yana bitta o'zgarish. Ya'ni eski versiyada bu masofa 200 kilometrni tashkil etardi. Ana endi tasavvur qilib ko'ringlar. Avtomobilingiz 300 kilometr CLTC o'lchami bo'yicha berilgan. Bizani har xil sharoitlarda konditsioner, pechka va boshqa narsalarni inobatga olib, borani 200 kilometr yurib bersin. Toshkent shahri yoki umuman shahar sharoitida ishga borib kelish, bolalarni bog'chaga olib borish yoki do'konga ish bilan chiqib kelish uchun menimcha 200 kilometr bir kunga yetsa kerak. Orqada qo'yib qo'yilgan komplektida chiqadigan quvvatlash stansiyasini uyga o'rnatib qo'yasiz. Mashinani arzon garovga quvvatlab bemalol harakatlanasiz. Agarda siz uzoq masofaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi yoqilg'i bakiga benzinni to'ldirib qo'yib bemalol sayohatga chiqib ketishingiz mumkin. Avtomobil to'liq bak va batareya bilan 1200 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Yangi C11 ning tashqi ko'rinishidagi asosiy o'zgarishi bu uning old tarafi. Ya'ni e'tibor beringlar, bamperda yoritgich chiroqlari umuman boshqacha dizaynda. LED optika va aynan Leapmotor tarafidan ishlab chiqilgan. Kuzov bo'ylab umumiy hisobda naq 9 ta kamera mavjud. Video registratorni hisobga oladigan bo'lsak, uning soni 10 tagacha yetadi. Tepada esa lidar o'rnatishibdi. Bu degani avtopilot ham bor.
Yon tarafda ko'zga tashlanadigan o'zgarish esa bu eshik tutqichlari. Eskichasini eslasanglar kerak. Bu yerda esa avtomatik tarzda berkinib chiqadigan eshik tutqichi o'rnatilgan. Undan tashqari diskalar ham boshqacha ko'rinishga keltirilgan 20-o'lchamda. Supportiga e'tibor beringlar. Supporti yashil rangga bo'yab qo'yilibdi. Men qanaqadir bir kuchliroq tormoz tizimi bo'lsa kerak deb o'ylasam, menimcha bu Leapmotor eski versiyasida to'liq privatli Greenline degan versiya sotuvda bor edi. Menimcha shunga yaqinroq bo'lsin deb uni yashil rangga bo'yab qo'yishgan. Orqa ko'rinishda deyarli sezilarli o'zgarish yo'q. Qo'shimcha kameralarni hisobga olmasa albatta. Monoqosh optika har doimgidek Leapmotor yukxona tugmachasini o'ng tarafga bekitib qo'ygan. Agarda siz buni bilmasangiz, qidirib yurmasangiz ham bo'ladi. Podveska masalasida bu yerda eskicha tizim saqlab qolingan. Ya'ni eski Leapmotor C11 ga o'xshab, old tarafda ikkita tutqichli, orqada esa ko'p tutqichli podveska mavjud. Lekin menga nimagadir u eskisiga nisbatan yumshoqroq yurgandek tuyulyapti. Chunki men eski modelni ham to'liq sharhini qilganman. Ushbu avtomobilda 20-o'lchamdagi diskalar o'rnatilgan. Oldida ham, orqada ham perforatsiya, ya'ni havoni aylantiruvchi tizimga ega bo'lgan diskli tormozlari mavjud. Boshqaruv bo'yicha ham deyarli o'sha holat. Avtomobilning rulida elektr kuchaytirgich o'rnatilgan. Mashinani yo'lda o'zini tutib ketishi eski holatda, ya'ni eski C11 haydaganlar bu narsani biladi. Tez ketayotganingizda, manevr qilayotganingizda mashina o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Lekin orqa privod bo'lgani uchun ham qanaqadir kuzov sal tashayotganini sezasiz. Yumshoqligi bo'yicha endi baribir raqobatchilarga taqqoslamasak bo'lmaydi. O'zbekistonda uning raqobatchilari kim? BYD Song Plus, BYD Song Pro yoki bo'lmasa BYD C-Line 06 bo'lishi mumkin. Meni nazarimda uni yumshoqligi yoki shu avtomobillar bilan bir xil yoki nisbatan sal yumshoqroq. Juda ham oldinga o'tib ketgan deyish qiyin, chunki ularning darajasi, yumshoqlik darajasi hammasiniki deyarli bir xil. Bitta narsa menga juda ham qiziq. C11 yangilanib, ko'plab narsalar qo'shilganiga qaramasdan narxi deyarli eski narxda qolgan, ya'ni unchalik ham katta farqi yo'q. Men xayolimga kelgan birinchi narsa, menimcha qatidadir nimadandir iqtisod qilib, nimalarnidir olib tashab yoki bo'lmasa qaysidir detallarni arzonrog'ini ishlatishgan deb o'yladim. Lekin hozir mashinaga o'tirib, uni haydab ko'rib, bu fikrlarim umuman har xil joylarga tarqab ketdi. Chunki o'rtoqlar, mashinaga maksimal darajada ko'proq qulayliklar qo'shishgan. Shovqin izolyatsiyasi yomonroq bo'ladi deb o'yladim, chunki bu juda ham katta xarajat qilinadigan narsa. Byudjet segmentda ushbu avtomobilning shovqin izolyatsiyasi o'zini narxiga yarasha juda ham zo'r. Ya'ni eskisida ham shunaqa edi, yangisida nisbatan yaxshiroq bo'lgan. Tashqaridagi ovozlarni deyarli eshitmaysiz. Mashina bir tekis harakatlanib ketadi. Mana biz haydab yurgan mashina gibrid tizimda harakatlanadi va DVS ishga tushganda ham salonga unaqa baland ovoz bermaydi. Ya'ni siz hech qanaqa shovqindan diskomfortni his qilmaysiz. Eng qulay narsalardan bittasi, lekin deyarli barcha Xitoy avtomobillarini O'zbekistondagi muammosini gapirib o'taman. Ya'ni avtopilot. Bu avtomobilda ham avtopilot mavjud va u Xitoyda juda zo'r ishlaydi. Lekin O'zbekistonda yo'l chiziqlari, umuman yo'llarimiz unaqa zo'r bo'lmagani uchun ham sizga to'laqonli xizmat qilib bera olmaydi. Mana masalan, men hozir ushbu avtomobilda A nuqtadan B nuqtagacha to'laqonlik avtopilotga yetib borishimga ko'zim yetmaydi. Yo'l chiziqlarimiz tugab qolishi mumkin. Yo'ldan birorta jinni chiqib o'zini yo'qotib, siqib o'tib ketishi mumkin. Shu vaqtlarda mashina qanaqangi reaksiya qilishi, ya'ni meni xavfsiz yetkazib boradimi, yo'qmi, shu narsaga sal ishonmayman. Lekin avtopilotini ishlatib ko'rdim. Markaziy ko'chalarimizda, ya'ni yo'l chiziqlari zo'r, yo'llari tekis joylarda juda zo'r ishlab beryapti. Oldindagi mashina bilan masofani saqlashi, yo'l chiziqlarida o'rtada o'zini ushab ketishi, kerakli joyda palasadan boshqa palasaga o'tishi, ishlashi yaxshi. Lekin bu narsani men sizlarga butun yo'linglar bo'yicha ishlatib ketishni tavsiya bermayman. Charchagan bo'lsanglar, yo'l tekis bo'lsa, ishonib ketishinglar mumkin. Lekin yo'l chiziqlari tugab qolsa, mashina o'ngga, chapga tashab boshlasa, uni boshqarib qolishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham eng yaxshisi boshqaruvi faqatgina o'zingizga ishoning. Xitoy avtomobillarining muammosini men o'tgan ko'rsatuvimda ham gapirganman. Bu muammo emas, tavsiya sifatida yana tushuntirib beraman. Deyarli barcha byudjet segmentda kirib kelayotgan, O'zbekistonga import qilinayotgan aynan Xitoydan avtomobillarni deyarli barchasida aynan yozga moslashgan shinalar o'rnatilgan bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday holat. Bilasizlar, bizda hozir unaqa qattiq qishlar ham yo'q. Yo'llar muzlab qolib, bir qiynaladigan darajada qish yo'q. Lekin inobatga olinglar, agarda siz Leapmotor C11 ni xarid qiladigan bo'lsangiz, bu avtomobil orqa privodli. Yaxshisi, sifati yaxshi bo'lgan, narxi hamyonbop bo'lgan,
hamma mavsumga to'g'ri keladigan yangi rezina taqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Shunda siz agarda tog'li hududlarga chiqsangiz, yo'llar muzlagan bo'lsa, mashinangiz aylanib, sirpanib turishidan o'zingizni xalos qilgan bo'lasiz. O'zini shinalarida sizga bitta yo ikkita mavsumgacha bemalol xizmat qilib beradi. Yana bir marta takrorlayman, bizda hozir qattiq qishlar yo'q, aynan shahar ichida. Lekin agarda imkoniyatingiz bo'lsa, uni yaxshisi almashtirib yuboring. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, hozir Leapmotor barcha modellari O'zbekistonda mahalliylashtirilgan ekan. Ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilishi boshlanadi. O'ylashimcha, aynan shu narsa boshlangandan keyin ushbu modelning barcha detallari bizani sharoitga moslashgan bo'lsa kerak. Ya'ni shinalari ham bizaga mos, qanaqadir boshqa narsalarni aynan O'zbekistonga moslab ishlab chiqarishsa kerak. Buni endi vaqt ko'rsatadi. C11ning kuzovi eski versiyasi bilan bir xil, ya'ni o'lchamlari o'zgartirishsiz qoldirilgan. Aniq o'lchamlarni ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Clearance, ya'ni yerdan kuzovgacha bo'lgan masofa ham balangina. Shahar va tog'li hududlarga menimcha sizlarga bemalol yetadi. Shu o'rinda o'zimni akamga salom yo'llamoqchiman. Aka, C11da sizga yoqadigan narsa va ko'pchilik bu narsani yoqtiradi. Ushbu avtomobilning oynasi xoshiyasiz, ko'ryapsizlarmi? Faqatgina oynani o'zi. Bir qavatli oyna, baquvvatgina va yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Eshik ochish tugmacha orqali elektron tizimda ishlaydi. Agarda bu tizim ishdan chiqsa, pastki tarafda mexanik tizimda ochib yopish imkoniyati ham bor. Ba'zi videolarim izohida obunachilarim yukxonasini to'liq ko'rsatib bermadingiz deyishganda, shuning uchun ham C11 yukxonasini sizlarga ko'rsatib beraman. Elektr privodda ochib yopiladi. Yukxonani o'zi ancha katta, aniq o'lchami ekraninglarda. Undan tashqari komplektida o'zini quvvatlash stansiyasi ham chiqadi. Uyga o'rnatib foydalanishingiz mumkin. Yukxonani mana ko'rishingiz mumkin. Tekis va juda katta ishlashgan. Uni ko'tarsangiz esa qo'shimcha joylar ham mavjud. Qanaqadir instrumentlarni bemalol solib qo'ysanglar bo'ladi. Salonni o'rganishni nimadan boshlaymiz? O'zbekmiz axir. Albatta bu yerda qolib ketgan paketlarni yechishdan. Bu narsalarni birinchi biz qilmasak bo'lmaydi. Mazza. Salonning umumiy holati yoqimli, ya'ni yangicha och jigarrang qo'shilgan. Bu qanaqadir och kofe rang desa ham bo'ladi. Undan tashqari boshqa ranglar ham mavjud. Uni ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Lekin e'tiboringlarni mashinaga o'tirganingizda birinchi o'rinda markazdagi bahaybat displey tortishi aniq. Bunaqa pulga bunaqa tez ishlaydigan displey bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Maqtash yoki reklama emas, haqiqatan ham displey qotmasdan ishlayapti. Kartalari, hamma narsasi zo'r ishlayapti. Hozir O'zbekistonda avtomobillar umuman ishlash tizimlariga rus tili, o'zbek tilini o'rnatish bemalol bo'lib qolgan. Bu mashinalarni olganingizda ham rus tilini bemalol o'rnatishingiz mumkin. Karta yoki boshqa ilovalarni yuklab olib bemalol foydalanasiz. Lekin displeyni sifati va ishlash tezligi menga juda ham yoqdi. Undan tashqari qulayliklarni bitta sanab o'tib ketaman. Ushbu segmentdagi mashinalarda deyarli hech qaysisida yo'q. Bir ikkita modellarda bo'lishi mumkin. Menga juda ham yoqadigan narsa head-up display o'rnatilgan. Ya'ni har doim ham ko'zingizni uskunalar paneliga qaratormaysiz. Yo'lingizga qarab ketasiz, yo'lingizda tezligingiz, yo'l chiziqlari va boshqa ko'rsatkichlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Lekin head-up displaydan tashqari bu yerda 10 dyuymli uskunalar paneli ham bor. Uning ham sifati a'lo darajada. Undan tashqari bu yerda multi-rul ham o'rnatilgan. Salonni umumiy sifati juda ham yoqimli, charm bilan qoplangan, daraxt imitatsiyasini beruvchi elementlar ham bor. Akustika masalasi menimcha ko'p avtomobil ishqibozlariga juda ham muhim narsa. Ko'pchilik e'tibor bermasligi mumkin, lekin aksariyat mashinada maza qilib yuradigan odamlar akustika tizimiga e'tibor berishadi. Bu yerda akustika tizimi juda ham zo'r darajada. 10 dan taxminan 8 ball bersa bo'ladi. Ya'ni bu eng lyuks, eng zo'r emas, lekin ovoz juda ham yoqimli. Yana bitta qo'shilgan yangilik. Ushbu avtomobilning markaziy konsolini pastki tarafda qo'shimcha joy o'rnatilgan. Uning orqa tarafiga bitta nazar solsangiz, naq 3 ta parfyum, ya'ni avtomobilni yangicha hidlar bilan boyitish imkoniyati bor. Tepada panorama tom. Undan tashqari quyoshdan saqlovchi pardasi ham bor. Adaptiv kruiz kontrol, yo'l chiziqlarini ushlab ketish, undan tashqari uzoq masofalarda yordam beradigan narsa, haydovchini holatini aniqlash sensori ham mavjud. Bu narsa agarda siz sayohatdan qaytayotganingizda yo ishingizdan charchab chiqib uzoq joyga ketayotgan bo'lsangiz, ko'zingiz ketib qolib, xudo ko'rsatmasin, uxlab qolish jarayoni ketayotgan bo'lsa, avtomobil bu narsani sezib, haydashingiz o'zgarganini darhol sezib, sizga ovozli signal berib boshlaydi. Ya'ni, "Hoy, uyg'on, yo'lga qara, rulni usha" deb sizni ogohlantirib boshlaydi. Ey, Irjan,
Ержан, вставай! Салам алейкум, вставай, на работу пора, ты че спишь? Вставай, Ержан. O'rindiqlari bo'yicha 4 tala o'rindiqda ham isitish sovutish tizimi mavjud. Old ikkala o'rindiqda massaj ham bor. Undan tashqari old yo'lovchining atamankasi ham mavjud. Ya'ni oyog'ini cho'zib ketishi mumkin. Faqatgina nulvoy gravitatsiya bu yerda yo'q ekan. Lekin o'rindiqlarning hammasi elektr privodda sozlanadi. Markaziy konsolda e'tibor bering, bu yerda simsiz quvvatlash tizimi uchun sovutish tizimi bilan alohida joy, shunchaki telefon qo'yib qo'yish uchun yana qo'shimcha joy mavjud. Mana bu taxtali elementni bitta bossangiz, ikkita stakan qo'yish uchun joy paydo bo'ladi. Undan tashqari bahaybat bar ham mavjud. Barning ichida esa quvvatlash uchun razyomlar, ya'ni USB Type-C va Type-A razyomlari mavjud, lekin xolodilniki yo'q, ammo barning ichi mato bilan qoplangan. Uskunalar panelida ozgina g'ichirlash paydo bo'ldi-yu, keyin darhol yo'q bo'ldi. Sifati yaxshi, mahkam qilingan. Xitoyliklar hozir yig'ish bo'yicha juda ham oldinga o'tib ketishgan, juda ham mahkam qilib yig'ishyapti salonlarni. Hozir mana haydovchi sifatida o'z o'rindig'imni o'zimga moslab qo'ydim. Ya'ni bo'yim 1.84, oyog'im va old panelning oldida bir mush joy bor. Ana endi yuringlar ko'ramiz, orqada qancha joy qolibdi. Old o'rindig'i o'zimga moslagan holda orqa tarafga o'tirsam, oyog'im oldida o'rindiq bilan deyarli 1,5 mush joy bor. Ya'ni salon kengina. E'tibor beramiz, orqa o'rindiqlar menimcha ikkita odam uchun mo'ljallangan. Ya'ni ko'ryapsizlarmi, joylari ajratib qo'yilgan. Lekin polda panel bo'lmagani uchun, ya'ni pol tekis bo'lgani uchun 3 ta odam ham bemalol ketadi. Orqa o'rindiqda ketadigan yo'lovchilar uchun juda ham ko'p qulayliklar bor. Ya'ni bitta katta qulayligi bor, to'g'risini aytaman. O'rtoqlar, bu yerda alohida displey o'rnatilgan. Ushbu displey orqali siz havoni nazorat qilishingiz mumkin. O'rindiqlarda isitish, sovutish tizimini yoqishingiz mumkin va old yo'lovchi o'rindig'ini oldiga, orqaga yoki belini ko'tarib tushirishingiz mumkin. Bu orqada o'tirib ketayotgan odam uchun yaxshigina qulaylik. Undan tashqari tirsak qo'yish uchun va stakan qo'yish uchun ham alohida joylar bor. Konsolda esa ikkita deflektor, USB Type-A va Type-C razyomi va mana bu yerda qo'shimcha qandaydir cho'ntakcha ham o'rnatib qo'yishgan. Orqa o'rindig'i belida mexanik tizimda ozgina ko'tarib tushish mumkin. Ya'ni yotib ololmasangiz ham salgina orqaga yotqizib qo'ysangiz, menimcha bemalolroq ketasiz. Agarda siz ushbu avtomobilda yangi dazmol qilingan kiyimlaringizni osib qo'ymoqchi bo'lsangiz, tepada mana bunday kiyim ilgich ham nazarda tutib ketilgan. O'zbekistonda ba'zi modellarda bu narsa bor, lekin Leapmotor C11 larga yoki boshqa modellarga endi chiqsa kerak. Ya'ni bu yerda ovozli yordamchi mavjud. Faqatgina hozircha u Xitoy tilida. Aytgan boshqa modellarimda o'zbek tili, rus tillarida chiqqan, menimcha Leapmotorga ham tez orada bu yechimni topishadi. Mana masalan, Dakai Suayo Chongho. 成功开启车窗通风中。 Xitoychada bu avtomobildagi barcha oynalarni och degani. Mana hamma oynalarni ochib berdi. Guanbei Suayo Chongho. 好嘞。 Bu degani esa barcha oynalarni yop degani. Shunga o'xshagan ovozli yordamchi bilan siz oynalarni ochish, konditsionerni o'chirib yoqish, haroratini belgilash, panoramani shtorkasi, ya'ni pardasini ochib yopish va shu kabi buyruqlarni unga berib, ishingizni osonlashtirishingiz mumkin. Ya'ni har safar tugmalarni qidirib bosib o'tirish shart emas. Leapmotor C11 ga agarda o'zbek yoki rus tilida yechimlar chiqsa, birinchilardan bo'lib sizlarga ko'rsatib beraman. Video davomida aytish esimdan chiqdi-yu, bu avtomobilning yon ko'zgularida ko'rinmas maydon datchiklaridan tashqari isitish tizimi ham bor. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan birgalikda yangilangan Leapmotor C11 avtomobilini to'liq ko'rib chiqdik. Mashinani sifatini men sizlarga boricha ko'rsatib berdim. Uni sizlarga yoqqani yoki yoqmaganini albatta izohlarda yozib qoldiringlar va O'zbekistonda uni raqobatchilari qaysi avtomobillar? Shu narsalarni ham sizlardan izohda kutib qolaman. Eng asosiy narsa, keyingi videoda qaysi avtomobilni to'liq sharhini ko'ramiz. Bu narsani albatta yozib ketinglar va men sizlarga bundan ham sifatliroq kontent yaratishga harakat qilaman. Har doimgidek video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi.